Bo'pti, men ketdim. Yaxshi borib keling. Aytgancha, kechani qo'shni pul so'rab chiqqanida berib qo'yganda tortmay qo'yib qo'ygan pulim bor edi. Olib chiqib berdingmi? Men nimaga olib chiqib berishim kerak? Yana chiqsa berib yuboraman. Olib chiqib bersang nima qiladi? Yo biron joying kamayib qoladimi? Ham pul berib, ham orqasidan yugurib olib chiqib ham beraymi? Pul unga kerakmi? O'zi chiqadi yana. Sen bilan men boy oilani farzandi emasmiz. Sen bilan mani ota-onam boy emas. Bundan 4 yil oldin sen boy erkakka tegganing yo'q edi. Ko'chada mo'ykada ishlaydigan, bir xonali kvartirada arang kun ko'radigan odamga teggansan. Yoki esingdan chiqib qoldimi? O'sha bir xonali kvartiraga ikkitagina kiyimingni ko'tarib kelganing. Sen bilan qanaqa kun kechirib, qancha qiyinchiliklarni birga yengganimizni unutib qo'ymagan. Pastroqqa tush o'zingni. Hop, kibrlanma. Bugun senga muhtojlikdan qo'lini cho'zib turgan odamga kerak bo'lsa o'zi kelsin, o'shanda berib yuboraman degan gap qilma. 3 yil oldin o'sha qo'shniga muhtojligimdan yordam so'raganimda, mashinasini arendasini pulini berib menga yordam qilgan. Ana o'sha arendani puliga mana shunaqa hozir hashamatli uyda yashayapsan. O'sha pulni barokatidan mana shunaqa yaxshi hayotda yashayapsan. Bugun sen bilan menga bergan Xudo olib qo'yishdan qo'rqdim. Men bu kitobni uyda kitob javonda chang bosib yotish uchun olib kelganim yo'q. Men bu zanglab qolgan miyangni charxlashing uchun olib kelganman. Boylikni hamma ham ko'tara olmas ekan. Yaxshi ham senga o'xshab kibrlanib ketmagan ekanman. Payg'ambar alayhissalom o'zlariga tuz bergan odamni unutmaganlar. Mana shu kitobni o'qisang, sen ham senga qo'l cho'zib yordam berganlarni unutmaydigan bo'lasan. Qo'shnimiz rahmatli tirik bo'lganda o'zim olib chiqib berardim pulni. Ayoli bechora sendan kelib yordam so'radi. Intiqib kuturmagan. Hoziroq olib chiqib berdim.